Do'stlar, bizga yana har kuni o'nlab keladigan savollardan bittasi, meni tomimni uzunligi 12 metrdan oshiq bo'lsa, agar men ikkita sendvich qo'yadigan bo'lsam, choy qismi qanaqa bo'ladigan mijozlarimizga aynan mana shunday tomga qotirib turish jarayoniga kelganmiz va ko'rishlaringiz mumkin, tomimiz uzunligi 17-20 bo'ladi bitta skati va biz ikkita panel chiqarib berganmiz. Uni uzunligini ikki xil qilib, bittasi 920, bittasi 820 va hop ikkalasi 17-40 bo'ladigan bo'lsa, 20 santimetrni ko'rishlaringiz mumkin. Mana shunday pastki pataloq qismini va poke qismini ko'chirib tashlab, kesib tashlab turib, mana shunday holatda ustiga kiydiriladi va yomg'ir tushib turganda ustidan tushib ketadigan qilib, xudo xolasa mana shunday sifatli qilib qilinadi. Umuman choklari ham bilinmaydi, ziyoni ham kelmaydi do'stlar. Kimga sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, albatta siz xohlagan razmerda, siz xohlagan parametrda va siz xohlagan ranglarda narxini hamyonbop qilib, xudo xolasa sifatli sendvich panellar ishlab chiqarib beramiz va albatta ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot hamda buyurtmalar bersalaring bo'ladi. Videoga esa like bosib, albatta bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar uchun sendvich panel va qurilish borasidagi yangiliklarda o'z kanalimizda ulashib boramiz.